Vatan muhabbati degani faqat vatandan kutaverish degani emas. Bu g'oyani ta'maga alishmaslik degani. Bu nomni emas, nomusni o'stirish degani. Bu og'ir kunda el koriga yaray bilish degani. El baxti uchun bir safda tura olish degani. Bor imkonini yurt ertasi uchun tikka olish degani. Magar kim sevmasa o'z yurtini, bu dunyodan nochor ketar. Sen turgan tuproq 1000 yillik tarixni o'z bag'rida saqlagan muqaddas yer. Bu yurt g'animlarga bosh egmagan, g'ururni qalbida asragan. Har bir yosh bu yurtning umidi, har bir qalb bu bayroqning tirgagi. O'zbekiston nafaqat xaritada, u har bir yurakda yashaydi. Vatanni madh etish uni chin yurakdan anglash bilan boshlanadi. Uning har tongi senga imkon, har tuni esa sabr va bardavomiylikni anglatadi. Ota-onam meni yillar davomida vatan ravnaqi yo'lida fidoyilik, yuksak tafakkur va ijodkorlik ruhida tarbiyalashgan. Zero milliy qadriyatlar xalqimizning ruhi, vatanni ulug'lash esa har bir insonning burchi deyishgan. Milliy g'ururimiz va faxrimiz ramzi bo'lgan Abu Ali ibn Sino kabi xalqimiz dardiga shifo bo'lib, olgan bilimlarimni hayotimga to'g'ri tatbiq etish niyatim bor. Bugungi kunda ustozlarim menga milliy qadriyatlarni madh etish bu o'tmishni eslash emas, balki kelajak avlodga milliy ruhni, or-nomusni va g'urur iftixorni singdirish deya o'rgatishmoqda.